Bir aka-uka bor ekanda, bir sababga ko'ra urushib qopti ikkalasi. Ayb ukadan o'tgan ekan. Aka aytibdi, ukam bilan urushib yuramanmi? Hamma aka-ukalar urushadi. Odamlar ko'zga yomon ko'rinmay. Kechirim so'rayman o'zim, debdi-da ukasini oldiga borib, ukasidan kechirim so'radi. Ukasi erkaklik qildi, akasini kechirmadi. Aka 5-6 marta borib ukadan kechirim so'radi. Qayta, uka yarashaylik, kechir meni. Unaqa qilma, urushib yurish uyat. Aka-ukalarga yarashmaydi deb kechirim so'radi. Uka ko'nmabdi, akasi bilan yarashmabdi. Shu orada uka Rossiyaga ketibdi. Rossiyada borib ishlab yuribdi. Bu orada aka telefon qilib ukasidan yana kechirim so'rabdi. Borib uka telefonni ko'tarmaydigan bo'ldi. Akani telefonni ko'tarmaydigan bo'ldi. Oradan biroz vaqt o'tibdi. Telefon bo'libdi ukaga. Qarasaki onasi. Telefonni ko'taribdi. Onasi aytibdi, tezroq uyga qaytgan. Akang avariyada olamdan o'tib qoldi, debdi. Ukasi nafas ololmabdi-da. Nafas olishni unutib qo'yibdi bu gapni eshitib. Xayolida bitta gap takrorlanibdi-da, nimaga akam bilan yarashmadim? Nimaga akam yarashaylik deganda kelishmadim? Nimaga akamdan men kechirim so'ramadim, ayb menda bo'lib turib deb yig'labdi. Boyagi aka aytadi, hozir akam degan kontagimda nomer bor deydi. Mana 10 yil bo'ldi turibdi deydi. Akamni olamdan o'tganiga 10 yil bo'ldi deydi. O'sha nomerni men o'chira olmayman deyapti. Shu raqamga telefon qilgim keladi. Aka meni kechiring. Mendan o'tdi. Men xato qildim. Men tushunmagan ekanman degim keladi, lekin akam yo'q deydi u gapni eshitadigan. O'shaning uchun odamlarga o'rnak bo'lsin, aka-ukasi bilan urushmasin. Shu gaplarni odamlarga yetkazib qo'ying deb bir aka aytib berdi-da. Men o'sha voqeani aytib berdim. Oradan biroz vaqt o'tdi, bir odam yozyapti. Ukam senga ming rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Akam bilan urushib qolgandim. Mana shu videoingni akamga tashladim. Akamga juda qattiq ta'sir qildi. Men bilan yarashdi deyapti. Qalbimdan o'tgan hisni, xursandchilikni sizlar tasavvur qila olmaysizlar-da. Haqiqatda mazza qo'yaverar ekansiz. Kimgadir ozroq bo'lsa ham foydalaning deysiz. Assalomu alaykum. Joningiz sog' bo'lsin.